Necha marta turmush qurgansiz? 4 marta. 4 marta turmush qurgansiz. Birinchi ajrashishingiz sababi nima bo'ladi o'zi? Assalomu alaykum. Bugun podkastini hurmatli kuzatuvchilari, bugun ozgina boshqacharoq formatda podkast olishga qaror qildik. Bugungi podkastimizning mehmoni, ismlarini ham aytmay qo'ya qolaman. Hayotlarini bizga gapirib bermoqchilar va ba'zi bir sabablarga ko'ra podkastimizni tomosha qilsanglar, nima uchun yuzlarini ko'rsatmaganimizni o'zingizlar bilib olasizlar. Boshladik bo'lmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga nima deb murojaat qiling? O'zingiz ismingiz emas, biron bir ism aytsangiz, baribir murojaat qilishim kerak. Bilmadim, farqi yo'q. Dilnozaxon deb murojaat qilaman. Bu sizning ismingiz emas, birinchi xayolimga kelgan ism. Eshitishim bo'yicha 3 marta yoki 4 marta. Necha marta turmush qurgansiz? 4 marta. 4 marta turmush qurgansiz. Birinchi ajrashishingiz sababi nima?